Sharofiddin, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimisizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Do'stlarim, qarang, bu yerda hamma narsa bor ekan. Dazmoldan tortib, mana bungacha. Konditsionerlar bor. Undan tashqari choynaklar bor, Tefalarimiz bor. Gaz plitalar, konditsionerlar, to'liq avtomat kir yuvish mashinalari, to'liq avtomat televizorlar bor ekan, do'stlar. Hozir biz mana shularning hammasini narx-navosini yaqindan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda ayniqsa xolodilniklar juda ham arzon narxda ekan, do'stlar. Shuning uchun azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, biz hammasini ko'rib chiqamiz. Usta, qarang, adresimiz qanaqa bu yerda? Adresimiz Uyich tuman. Agarda Chorsu tomondan kelishda, Chorsudan kelishda Sentralniy aptekani ro'parasida. Ha. Prokuratura joylashgan. Prokuratura joylashgan. Do'stlar, bu yer eng optim joy. Bundan arzon joyni topa olmaysiz. Daji Namangan viloyati bo'ylab, eng arzon joy. Bu yer 3-filialimiz, Namangan viloyati bo'ylab 3-filialimiz. Hozirgi kunda men sizlarga taklif qiladiganim, issiq kunda mana uyingizda issiq suv emas, muzdakini qilib beradigan kullerlarimiz bor. Bularni bor yo'g'i 1 million 50 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'mi? Issiq kunda muzdakini o'tiraman desangiz, uyingizda mana konditsionerlarimiz bor yo'g'i 3 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Nechtalik bu? 12 talik. Qishda issiq qilib beradi, uyingizni yozda muzdakini qilib beradi. Mana eski bozorda ham video qilar edim, xuddi shu narxga yaqinlashib qolgan eski bozordagi eski konditsionerlar, lekin bular hammasi arzon, narxi ham zo'r ekan. Eski konditsionerning narxiga yangi konditsioner olasiz. Bular qanaqa, bular narxi? Bu tepadagi mahsulotlarimiz 3 million 900 ming so'm. Sal chiroyliroq modellari bor, qo'shimcha tellari bor, 4 million 100 ming so'mdan. 12 talik, 12 talik. 12 talik. Bu tomonda 18 talik konditsionerlarimiz bor. Juda ham katta pomesheniyalarga juda ham mos keladi. Auxlarimiz 6 million so'm qilib beramiz. 6 million so'm. Grey nechtalik? Greyimiz 18 talik bu ham 6 million 600 ming so'mdan. Xullas do'stlar, konditsionerni arzoni mana shu yerda. Qo'rqmasdan telefon qilsangiz, sizga dastavka xizmatlarini qilib berishadi. Kelishilgan holatdami dastavka xizmatimiz kelishilgan holatda. Ventilatorlar qanchada? Ventilatorlarimiz, avvalo ventilatorlarimiz bular 650 ming so'mdan boshlanadi. 650 ming so'm. Shivaki-chi? Shivakimiz ham xuddi shunaqa. Ko'rsatavering menga. Bu tomonda mana juda ham hozirgi dizaynga mos, didga mos gaz panellarimiz bor. Bularni bor yo'g'i 1 million so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Nomi nima bular? Nomi Immer. Immer modeli. 1 million so'm. Nomiga 1 million so'm. Zo'r. Keyingilari qanaqa? Keyingilari mana Volmer brendiga mansub bor, Hoffman brendi bor mana. Hoffman brendlarimiz 1 million 550 ming so'mdan. 1 million 550 ming so'm. Eng qimmati qaysi shu yerda? Eng qimmati shu yerda mana Hoffman. 1 million 550 ming so'm. Havo tortgichlarimiz, vitichkalarimiz eng arzoni bor yo'g'i 750 ming so'mdan boshlanadi. 750 ming so'mdan. Bu yerda turbina motorligi hamda qo'lning harakatiga ishlaydigan vitichkalarimiz bor. Bulari 1 million 350 ming so'm. Juda yaxshi. Bizning ishimiz narxi nech pul va qanaqa brendda shularni bilish. Konditsionerlar qanaqa? Konditsionerlarimiz mana juda ham arzon modelni ham olib kelganmiz, qimmat modellari ham bor. Hozirgi kunda juda ham ommalashayotgan, yangicha dizaynda chiqqan Artel Everest inverter konditsionerimiz bor yo'g'i 3 million 900 ming so'm. 3 million 900 ming so'm. Bu qanday funksiyalarga ega? 120 watt tokda ham ishlab bera oladi. Past tokda ham ishlaydi. Past tokda ishlaydi. Qo'shimcha elektr isitma bor. Bu degani xonangizdagi haroratni mo'tadilligini bir xilda saqlab beradi. Chunki bu inverter motor. Full DC inverter. Primerlarimiz 3 million 950 ming so'mdan. Media konditsionerlarimiz 4 million 600 ming so'mdan. Inverter motorli, Marvarid inverter motorli konditsionerlarimiz 3 million 400 ming so'mdan. Zo'r, do'stlar, o'zim ham bu yerdan hozir xolodilnik olmoqchiman, chunki bu magazin, bu do'kon eng arzon hisoblanadi. Optim narxda, hattoki Namanganda ham menimcha qimmat tuyuldi. Namanganda qaraganda. Xo'p, endi avtomat kir yuvish mashinalarimiz eng arzoni. Eng arzoni 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming so'mdan Zifler modeli mana 6 kiloli. 6 kiloli. 6 kiloli. Undan tashqari brendni hamda brendni qadrlaydigan muxlislarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun LG brendiga mansub kirmoshlarimiz bularni 7 kiloli. Bor yo'g'i 4 million 300 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. 7 kiloli. Oqi ham shunaqami? Oqi sal qimmatroq bo'ladi, chunki kilosi 8 kiloli. 8 kiloli. 5 million 300 ming so'm. Primerlar qancha? Primerlar 3 million 900 ming so'm. Yana o'zimizni mijozlarimiz uchun, sizni kuzatuvchilaringiz uchun, yana obunachilar uchun, obunachilaringiz uchun ham
eng arzonlashtirilgan narxda bor yo'g'i 3 million 400 ming so'mga Immer modeli 10 kiloli. Qana 10 kilolisi. 10 kiloli. Eng kattasi. Bu invertor motor bo'ladi. Motorining o'ziga 10 yil garantiya, o'ziga 3 yil. Bunda ikkitadan paravoy funksiyalari bor. Azizlar, mazza qilib ekran qarshisiga joylashib olinglar. Bizda hali yana televizorlar, mana bular, dazmollar bor. Mazza qilib uydan turib bilyapsiz narx-navoni. Xolodilniklar kutyapti. Xo'p, ana ular qanchadan? Yaxshilardan ko'rsating. Kir mashinalarimiz. Bu eng full varianti 9 kiloli. Motori DD motor bo'ladi. DD motor eng katta motor bo'ladi. LG, past kuchlanishda ham ishlab bera oladi. Bu LG kir mashinamizni bor yo'g'i 6 million 250 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Arzon ekan lekin. Pilososlar qancha? Changitgichlarimiz bu tomonda asosan qopchali changitgichlarimiz bor. Qopchali changitgichlarimiz bor yo'g'i 650 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Qayerdan qayergacha? 650 ming so'mda shu yerdan boshlanadi. Oxiri o'sha 1 million 450 ming so'mda to'xtaydi. Eng qimmatda mana bu eng qimmati 1 million 450 ming. 1 million 450 ming so'm. 1 million 450 ming so'm. Qayerniki bu? Bu Volmer brendiga mansub. Bu asosan Xitoydan keladi. Xitoy fabrichni, mana Beston kompaniyasi ham bor, Xitoy fabrichni. Volmer brendi Germaniya brendi hisoblanadi. Asosan Xitoyda zborka bo'ladi. Zborka, chunki ishchilar bu yerda arzon bo'lguncha Germaniya o'sha yerga anaqa zavodlarni qurgan. Germaniya texnologiyasi. Bular qanchadan 650 ming so'mdanmi yoki? Yo'q, 650 ming so'mdan boshlanadi. Mana Texnomir pilsosimiz 650 ming so'mdan boshlanadi. Bu yerda mana Shivaki, Premier pilsoslarimiz bor. Premier pilsosini xarid qilgan mijozlarimizga mana shunday kolbani ham qo'shib beramiz. Bu kolba asosan changlarni kolbaga yig'adi, ortgan changini qopchaga yig'adi. Bu degani sizni qopchangizni umrini uzoqroq saqlab beradi. Bu yerda faqatgina naqd pulga yoki plastikka? Bizda naqd pulga yoki plastik pul o'tkazish yordamida ham ishlashingiz mumkin. Kredit? Yo'q, bizda asosan mutlaqo taqiqlangan kreditga savdo yo'q. Kreditga yo'q ekan, faqatgina sotib faqatgina naqd savdo. Shuning uchun ham narxlarimiz juda ham arzon. Bu narx-navoni xohlagan joyingizdan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Tan olaman, deyarli Namangan bo'ylab raqobatchi do'konchilar yo'q bizda. Raqobatbardosh. Pol avtomat. Pol avtomatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin 10 kilodan 3 kilogacha. 10 kilolarimiz 2 million so'mdan boshlanadi. Mana shunday, mana platinum ko'rib turibsiz. Ichlari ham metallichskiy bo'ladi. Chirimaydigan materialdan, nerjavikadan qilingan. Bularni bor yo'g'i 1 million 550 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. 10 kiloli. Bu ham 10 kiloli. 10 kiloli. Shivaki. Bu tomonda Shivaki mahsulotimiz 1 million 750 ming so'm, 1 million 650 ming so'm, 9 kiloli Artel 1 million 550 ming so'm. Brando brendiga mansub mahsulotimiz. Bular 1 million 450 ming so'm. 450 ming so'm. Eng arzoni mana kir mashina. Artel mana bu qancha aytvoramiz? Artelimiz Artel 8 kiloli bo'ladi bu. 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'm. Hozirgi aytilayotgan narxlardan tushadigan joyi bor. O'tadigan joyi bor. Savdolashamiz. Xo'sh, gapirmoqchi edingiz, nimadir ko'rsatib. Kichkintoylarimizni kiyimlari uchun mana juda ham kichkintoylarni o'ylagan holda mini kir mashinamizni olib kirib qo'yganmiz. Bor yo'g'i 480 ming so'mga. 480 ming so'm. Bu 3 kiloli, ham yuvadi, ham quritib beradi. Bu ham 480 ming so'mmi? Ulusi 520 ming so'm. 520 ming so'm. Chunki kilosi sal kattaroq, bulusi 900 ming so'm. Bu necha kiloli? Bu 7 kiloli. 7 kiloli. Bu 4 kilo, bu 3 kilo. Tushunarli. Demak, hozir biz ko'rib chiqdik konditsionerlarni hamda kir yuvish mashinalari, bularni ko'rdik. Endi navbat televizorlarga keldi. Televizorlarni ko'ramiz. Hozirgi kunda mana o'sha 32 ekrani. 32 ekran mana yoqib qo'yganmiz. Bu eng arzoni. Bu eng arzoni. Televizorlarni bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Oldingi televizorlarda ekranida bir qavat oynasi bo'lmas edi. Yoshi bolalar agar qoshiq nimadir otsa, ekran sinib ketish ehtimoli katta edi. Hozir mana bir qavat stiklo oyna bilan chiqyapti. Bu bemalol sizning televizoringizning umrini uzaytirib beradi. Bu televizorimizni bor yo'g'i 1 million 100 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. 1 million 100 ming so'm ekran. Smart televizor. Shularning ishlariga do'stlar like-ni bosinglar. Keyingisi bu yerda mana Premierdan 3 xil modelimiz bor. Premierdan 1 million 350 ming so'mdan boshlanadi. Bu yerda Brando mahsulotimiz 1 million 250 ming so'm. Avalon brendiga mansub mahsulotimiz. Bu Avalon brendiga mansub mahsulotimizni maqsad shart emas, chunki Avalonni bilgan biladi.
bilmagan oddiy televizor ko'radi. Bu avvalonda mishkasi bo'ladi. Televizorni pultini u yoqqa bu yoqqa siljish, narsa qilish, borish shart emas. Masofadan turib, mishkadan u tomonga bu tomonga o'tkazishingiz mumkin. Голосовое управленияsi ham bo'ladi buni. Yangilik mana. Undan kattalari mana ular. Kattalari 43 talik televizorlarimiz bor yo'g'i 1 million 750 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 750 ming so'mdan boshlanadi. Necha pulda to'xtaydi? 3 million 300 ming so'mda mana avvalom bilan to'xtaydi. Ular nechtalik? Bu kattalari 50 ekranli televizorimiz 43 talik televizorlar narxiga olishingiz mumkin. Bor yo'g'i 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm, ha? 55 talik televizorimiz 3,5 million so'mdan boshlanadi. 3,5 million so'm bu narxi. Bu tomonda mana 65 talik televizorimiz bor. 6,5 million so'm. 65 talik, 65 talik. Web sistemada ishlaydi, Android sistemada, kuchaytirilgan sistemada ishlaydi. Bu nechtalik? Bu 75 talik televizorimiz. 75 talik. 8 million 400 ming so'm. Mana shunday kinoteatr bo'lar ekanda. Bir xil, ikkovi bir xil, razmeri bir xil. Azizlar, endi biz televizorlarni tugatgan bo'lsak, endi xolodilniklarga o'tamiz. Xolodilniklarni boshlaymiz. Chunki men o'zim ham shunaqa xolodilnikdan bitta olishim kerak o'zim uchun. Mana shunday Beston xolodilnikimiz bor. Bu havo sovutish yo'li orqali ishlaydi. Muzlatmaydi. Mahsulotni muzlatmaydi. Mahsulotni, go'shtni misol uchun muzxonasiga qo'yib qo'yasiz. 1 oydan keyin olsangiz ham muzdek holatda, o'shanday holatda qotirmasdan saqlab beradi. Mevangizni ham yozda qo'yib qo'yib, qishda ham shunday olib yeyishingiz mumkin. Bu Beston modelimiz, mana tepasini ham ko'rishingiz mumkin. Sensor bilan boshqariladi. Bor yo'g'i 3 million 800 ming so'mdan boshlab xarid qilish mumkin. Necha litr bu? Bu qog'oz bormi? Mana qog'ozi. 165 ga 91 litr. Tepasi 165 litr, muzxonasi 90 litr. Muzxonasi ana unisi qancha? Bunisi Beston brendi. Ko'rishingiz mumkin. Yangicha texnologiyada chiqyapti mana. Tepasidan отдельно, pastdan отдельно sovutadi. Xolodilnik keng, oynalari kalyonli bo'ladi. Bemalol 100 kilogacha ko'taradi. 100 kiloni ko'taradi. 100 kiloni ko'taradi. Kalyonli oyna bo'ladi. Bularni bor yo'g'i 6 million so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. 6 million so'm mana shundan narxi. Bu keng litri katta ekan bu. Yondagi qancha? Yondagi LG brendi. Bu LG ni maqtash shart emas. Chunki LG o'zi brend. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Tepasi 202 litr, 202 litr, muzxonasi 104 litr. Bu LG'miz 7 million 300 ming so'm. 7 million 300 ming so'm. Biz dalshi bo'lishib ko'ramiz Zifler brendi. Zifler brendi ham biz O'zbekistonga o'zi 3 yildan ortiq o'zi O'zbekistonda bemalol aholini o'zi ta'minlab bo'ldi. Bu Ziflerimiz juda ham katta aksiyaga tushgan. Sababi ba'zi bir do'konchilarda bilasizlar 50% gacha aksiya deyishadi. Bizda realniy aksiya bu zavod narxidan ham arzonda. Nima uchun? Olib kiryapganimizda bu shu yer ozgina miyatina bo'lib qolgan. Shuni hisobiga bu xolodilnikimizni 4 million 100 minggacha sotganmiz. Bor yo'q 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. 3 million 900 ming. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangilangan dizaynda chiqqan bu ham. Svet o'chib qoladigan bo'lsa, 2,5 soatgacha o'zini mahsulotlarini aytmasdan saqlab beradi. Bunisi Immer stalnoy bo'ladi. Stalnoy nержавейка bo'ladi. Bularimiz 4 million 550 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Samsung. Sraz narxini aytaylik. Samsunglarimiz 6 million 900 ming so'm. Bu 5 tablo varianti bo'ladi. Tabloligi 7 million so'm. Bu Immerimiz inverter motor bo'ladi. Inverter motor 4 million 550 ming so'm. Beston modeli ko'rdingiz, juda ham sal kichikrog'i. Bu undan ham kattaroq litr, 331 ga 127 litr. Buni bor yo'g'i 6 million 700 ming so'mdan boshlab xarid qilish mumkin. 700 ming so'm. Mana shundan olmoqchiman. Chunki menga kengroq xolodilnik kerak. Haqiqatan ichi keng ekan, mana ko'ringlar. Ichi chiroyli ekan. Pastdan ko'radichi, pastda mana bunda. Zo'r. Shundan to'p ketaman. Kelishamiz lekin narxini. Kelishadigan narxi bor, albatta. Volmer brendi. Bu 7 million 300 ming so'm. 7 million 300 ming so'm.
Bu yerda mana yangicha dizayn yoqtiruvchi mijozlarimiz uchun mana ko'ryapsizlar. 4 eshikli side by side deydi. Muzxonalari ham отдельно mana. Bu xarajingimizni bor yo'g'i 6 million 300 ming so'm beramiz. Seventage bu? Seventage brendi. Beston bu qancha? Bu yerda mana Beston bor, 6 million 700 ming so'm. So'rasizlar mana eng mana yiriga. Eng kattasi mana Bestondan. Bu o'zi katta bo'lgani bilan narxi juda ham kichkina. Narxi juda ham kichkina. 6 million 900 ming so'm bu. 6 million 900 ming so'm katta keng xolodilnik narxi. Mana bunday konditsionerlar qanchada bu? Bu stoящий konditsionerimiz o'zimiz ham qo'yib oldik. Qishda bemalol isitadi, 220 tokka bemalol ishlaydi. 380 voltli tok shart emas. Buni bor yo'g'i 8 million 800 ming so'm qilib beramiz. Juda yaxshi. Endi bizda mana juda eng ommabop konditsioner bu. Bu konditsionerimiz kichkina mobilniy konditsioner deyiladi, xalq tilida. Mobilniy konditsioner deyiladi. Buni ustanovka qilish 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan inson o'zi bemalol ustanovka qila oladi. Shuni olib borib qo'ysa bo'ldi. Olib borib qo'yasiz. Mana yerda mana gofrasi bo'ladi. Derazadan teshik ochib chiqarib yuborasiz. Bitta spalniy xonangizni sovutib oldingizmi, endi mehmoningiz kelib qoldi, mehmonxonaga olib chiqib o'zingiz bemalol sovutishingiz mumkin. Ko'chirib yursa bo'ladi. Ha, narigi konditsionerlardan farqi qulayligi, ikkita qulayligi bor. Birinchisi ustanovkasiga 300 ming 400 ming so'm pul sarf qilmaysiz. Ikkinchisi bemalol ko'tarib yurib o'zingiz u xonadan bu xonaga olib o'tasiz. Uchinchisi narxida. Puli qancha endi? Puli bor yo'g'i 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'm ekan mana. Mana bu suv kullerlari. Bu suv kullerlarimiz boya aytib o'tdik. Bu kullerimizni 1 million 50 ming so'm qilib beramiz. Tagida muzlatkichi bor. 1 million 150 ming so'mga qilib beramiz. Mana bu muzlatkichda bemalol o'zingizni xolodilnik singari muzlatadi. Yaxshi ekan-ku, zo'r narsa ekan. Mana bu nima? Bu juda ham katta pomesheniyalarni shamollatish uchun ham, как ventilyator. Bunga mana suv quyib qo'yiladi. Mana ularga mana muzday suvlarni quyib qo'yib, muzlarni ham solib qo'yasiz. O'sha muzday suvni mana yerda yonida o'zini maxsus suv shimadigan apparati bor. O'sha suv shimadigan apparatda muzday qilib chiqarib beradi. Puli qancha bu? Puli bor yo'q 2 million so'm. Ana do'stlar, endi bizda mayda-chuyda ashqal-dashqallar qoldi. Biz yiriklarni ko'rib chiqdik. Endi mana bu yerda elektrический chayniklar hamda nimalar borligini ko'rib turibsiz. Bu yerda mana chaynaklarimiz bor. Sok chiqaruvchi, sharbat siquvchi apparatlarimiz, sok pujmalka bu. Bu sok pujmalka eng yaxshisini ayting, sok. Eng yaxshisi bu mana bu modelimiz bo'ladi. Mana 4 ta model bo'ladi. Bularning oddiy sok pujmalkadan farqi oddiy lezvali sok pujmalkada sizni mahsulotingizni deyarli 60% sokdan tashqari, misol axlatga chiqib ketadi. Po'chog'iga chiqib ketadi. Po'chog'iga chiqib ketadi. 60%. Bunda 20% po'choqqa chiqadi, 80% sok qoladi. Chunki bu faqat siqib chiqarib beradi sokni. 180 ishlaydi. 180 ishlaydi. Necha puldan endi? Bularni mana ko'rishingiz mumkin. Eng arzon modeli bu shulari. Bor yo'g'i 750 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Qarang, sabzi uchun qaysi biri zo'r? Sabzi uchun qiyin narsa bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Sabzi uchun juda ham kattaroq motorli, kuchlanishi juda ham kattaroq ishlaydigan mana shu modelni tavsiya qilaman. 750 ming so'm? 750 ming so'm bu. Ana shu sabzi uchun ekan. Agar sabzini zo'r sok qilsa, qolganlari ketaveradi, qolgan mevalar. Bu yerda mana yana tifallarimiz bor. Shivaki brendi bilasizlar, o'zi 10 yil, 15 yildan beri o'zi O'zbekistonda yuribdi. O'zbekistonda o'zi hammani ishonchini qozonib bo'lgan. Bu Shivaki brendimiz bor yo'g'i 180 ming so'm. 180 ming so'm. 1 yil to'liq kafolatga ega. Bu Shivaki qancha mana? U Shivakimiz 280 ming so'm. Shunaqa ekan, 280 ming, 180 ming. Bu yerda mana tefal choynaklarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Ham choynak, ham tefal sifatida foydalanishingiz mumkin. Ko'rgan ayollar. Bor yo'g'i mana mazza qilib tomosha qiladi. 340 ming so'mdan. 340 ming so'mdan ekan. Qarang qanday go'zal. Mana gaz plitaga qo'ysangiz dahshat yarashadi. Zo'r. Bu lekin elektrический bu. Bu yerda mana blenderlarimiz, chopperlarimiz bor. Chopperlarimizni arzon modeli ham bor, qimmat modeli ham bor. Arzon modelini bor yo'g'i 130 ming so'm qilib beramiz. Qimmat modelini
360 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda mana blenderlarimiz, so'qishmalka blenderlarimiz mana 250 ming so'mdan boshlanadi и 850 ming so'mgacha. Yaxshi. Bularning hammasi kafolatlangan, servis tomonidan garantiyalari bor. Misorobkalarimiz ham ko'rishingiz mumkin. Mana 750 ming so'mdan boshlanadi. Mana juda ham katta bo'lgan misorobkamiz 1 million 250 ming so'm. Ana. Bu yerda mana mikrovolnovka deydi, ovqat isitish uchun. Bu mikrovolnovkalarimiz ham ko'rishingiz mumkin. 23 litrlik, 20 litrlik modellari bor. 23 litrlik modellarimiz 1 million 250 ming so'mdan boshlanadi. 20 litrlik modellarimiz bor yo'g'i 750 ming so'm. Bu yerda mana paravoy dazmollarimiz ham bor. Mana shunda ajoyib bo'lgan bu Sonifer brendi. Paravoy dazmol cheparlarimiz asosan foydalanishadi. Bu dazmolimizni 850 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda mana to'liq kafolatli dazmollarimiz bor yo'g'i 200 ming so'mdan boshlab xarid qilishingiz mumkin. 200 mingdan boshlanadi, oxiri ketaveradi. Qanchaga boradi? Oxiri 2 milliongacha. 2 milliongacha. Eng zo'ri ekan. Eng zo'ri 2 million so'm. Bular qanchadan bular? Bu tozalaydi, bular? Yo'q, ham tozalaydi, ham pardani ham dazmol qilishingiz mumkin. Mana ajoyib paravoy dazmolimiz 350 ming so'm. 350 ming so'm. Azizlar, videorolikni davom etaylikmi yoki to'xtataylikmi? Mana bu yerda mana bunaqa narsalar bor ekan. Nima bu? Bu ventilyator hisoblanadi. Boshqa ventilatorlardan buni farqi, bunda shovqin juda ham past bo'ladi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keyin bu xona haroratini ham, mana xona harorati hozirda 25 gradus. Xonangizdagi haroratni ham o'lchaydi. Hozir eng past skorosga qo'yganman. Shovqini juda ham past mana. 8-skorosga qo'ydim. Bemalol 7 metr 8 metr joygacha shamol yetib boradi. Zo'r uragan lekin. To'g'risi, men birinchi marta ko'rmagan ekanman shunaqa ventilyatorni. Endi buni pullari qanchadan? Bu ventilyatorimiz mana kichkina modeli 850 ming so'mdan boshlanadi. Bu katta modellari 1 million 150 ming so'mdan boshlanadi. Zo'r narsa ekan. Pechlar qanchadan mana? Mini pechlarimiz Artel brendi bor, Volmer brendi bor, keyin Vanel brendi bor, Vanel. Artel brendimiz 700 ming so'mdan boshlanadi, 36 litrli. Bu yerda mana Volmer brendimiz bor, buni ventilyatorlari ham lampochkalari bor. Bulari bor yo'g'i 950 ming so'mdan. Zo'r. Xo'p, endi menimcha hamma narsani ko'rib chiqdik-a. Endi qozonlar qoldi, skоворodkalar qoldi. Mana bu gaz plitalarni ko'rdik-a? Gaz plitalarni ko'rdik. Gaz plita ko'rdik. Yaxshi, mana bular qanchadan mana bu? 2 xonali. Bu oynali gaz plitalarimiz asosan yangi ko'chib chiqqan oilalar uchun maxsus ishlatiladi. Bularni bor yo'g'i 240 ming so'm qilib beramiz. Mana bu temirligini 300 ming so'mdan qilib beramiz. Piltanichi? Piltalarimiz 450 ming so'mdan bo'ladi. Zo'r. Demak, azizlar, agar mana shu yerdan biror narsa kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Shu nomerga telefon qilsangiz, sizga mana shu sotuvchi ukamiz dostavkasini kelishib uyingizga jo'natadi. Yoki kelsangiz ham bo'lar edi. Qarang, sentrda joylashgan, uy ichini sentrda. Hokimiyatdan jija uzoqroqda, jija teparoqda, chorrahaga yaqinroq joyda, prokuraturaning ro'parasida. Kiraverasiz, mana singari aylanib yurib o'zingizga kerakli bo'lgan BTV texnikani xarid qilaverasiz. Menimcha ko'rsatuvimiz ancha foydali bo'ldi, lekin ko'rsatuvni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.